O gap yo'q. Qayerlik deb o'ylaysiz, Mansurbek? Andijon. Nima endi mashinamizga Andijonlik bo'ladimi? Andijon. Obunachilar Andijon Toshkent yo'nalishida. Andijondan. Gap yo'q. Oz tanib qolasizlar. Assalomu alaykum. Sizmisiz? Sog' salomat. Yana operatorlik qilib turing. Ha? Oxunib turibdi. Yaxshi. Oxunib kelib kutib o'ylaganmidingiz? Yo'q. O'ylamagandiz, ha? Sayaqroq keladi, ovoz pastroq keladi. Andijon Toshkent yo'nalishida turibmiz. Qayerlik deb aytdim. Bu yoq Andijondan dedi. Faqat Andijonlik keladi. Yo'q, shu tomondan. Xo'joboddan. Hech kim bo'lib chiqqaningizga? Ertaman. Xo'joboddan yetib keldingiz. Ertamandan chiqibdilar. Mana hozir soat millarimiz где-то 5 bo'lib qoldi, 12:00. Xo'joboddan necha kilometr примерно? Hozir shu yergacha 70 kilometr. Assalomu alaykum. Endi obunachilar mana uzoq yo'l yuradi-da. ko'rgan, bilgan insonlar barcha mana ko'rib to'xtayapti. Bu Alloh qalbiga solsa boradi-da. Lekin borishga sharoitimiz bo'lgani bilan lekin Alloh chaqirmayapti-da. Ko'pchilikni chaqirmayapti. Hammani chaqirsa, qolaversa mana Alloh qalbiga qo'ygan ekan. Mana mana velosipedda ketyapti. So'rashavering aka. Shu sizlar kabi biz kanalda qoldirmasa kuzatib boradigan ashaddiy obunachilardagi, lekin shogirdim tanimadi, Oxunov turdi topmadi. Sizlardan qoldi. Gap yo'q. Gap yo'q. Qoyil. Hattoki o'zlariga zapas narsalar mana ta'mir olibdilar va mana endi sizdan baribir ketishingizdan oldin qanaqa tayyorgarlik ko'rasiz-ku? Nima narsa asosiy oldingiz? Mana yo'lda har xil holatlar bo'ladi. Birinchi o'rinda suxariy oladi. Nonni qatirilgani. Oldingmi? Qatirilganni oldingiz, suxarik. Yana mana orqadagi mana yuklarni ko'ryapmiz. Kiyimgacha asosiy. Yotog'i mana misol bu hali ketishingizgacha hech qanaqa gastitsa yo'q holatlar ham bo'lib qoladi-da. Misol o'sha yerlarda qanday qolasiz, qanday yotib qolasiz. Bu ham bir kimgadir qiziq, kimdir yo'lga chiqaman degan insonlar bo'lib qoladi, to'g'rimi? Allohga tavakkal qilib chiqqan odam. Ha, endi bir savolda endi bu. Allohga tavakkal qilsa, Alloh abid yo'lingizni ochiq qilsa, inshaalloh yaxshilik kunlarda siz ham borgani duo qiling. Bizni ko'rayotgan insonlarni ham duo qilib qo'ying. Xudo xolasa. Chaqirish esdan chiqmasin, mana shu ko'rib turgan insonlarda qolaversa, yo'l-yo'lakay sizni tomtochni ko'rib to'xtaydigan insonlarni ham hammasini duo qiling. Hurmatli, uzoq yaqinda ko'rib turgan yaxshi insonlar, musulmonlar, shu Allohning uyiga bormagan inson qolmasin. Hammani chaqirsin. Hammani chaqirsin. Hammamiz hoji aka bo'laylik, hoji ona bo'laylik. Ha? Duo qiling endi. Ya duo qiling. Zikina Allohning uyiga Omin. Maqsadiga yetsin. Hamma aka nimalarga borishga nasib aylasin. Hamma yo'llar hamma tinchlik o'rniga yurishga nasib aylasin. Safarlarimiz bexato bo'lsin. Hech kimga kam bo'lmay yurishga Alloh nasib aylasin. Hurmatli obunachilar, hozir mana Farg'ona viloyati Yozyovon tumanida Kattachorog'ga yaqin joyda turibdi. Bu tomoni hozir Perevolga qarab ketyapti. Qo'rg'onli aka-ukalar bor. Mana Sirdaryo tomon bilan haydayapti endi. Sirdaryoda aka-ukalar bor. Jizzaxga borganingizda aka-uka beklar somsaxonasi bor. Aka-uka borganingizda ukazan zinak bor. Kirasiz, Umidjon aka, o'zim aytib qo'yaman, kiring, bu yerda mehmon bo'ling. Qoladigan joylar bor. Dam olib, cho'milib, damda olib, o'sha yerdan ketasiz. Boshimni aytib qo'yaman. Rustam akaga. Aylanma Umidjon akaga aytib qo'yaman. Borib, damda olib, chunki uzoq yo'l yurasiz. Ha? Tojikistonda ham obunachilar bor, tojikistonlik ashaddiy obunachilar. Xudo xolasa tez kunlarda Xudo xolasa sizlar bilan ham ko'rishib qolsa kerak. Albatta video kutib qolamiz, Xudo xolasa. Safarlaringizga xatar bo'lsin. Haydi, yaxshi. hozir sizni bironta ijtimoiy tarmoqda qo'yib ketyaptimi yo'q?
Eslama yetib oling. Yaxshi kunlarda. Hey, qarang. Mana shuni bu ham nomerni yozib oling. Ha, Sizga tashab tursin. Siz bo'ladi. qayerga ketayotgan bo'lsa, obunachilarga dalolat qilib turing. bo'ladi. Nima deysiz? Mana qarang, siz qayerga borsiz, qoldim desangiz, o'shda biz joy topib Ha, beramiz. qisqa video qilib bersangiz, qaysi bir kanaldadir yoritib boramiz. Tojikistonda ham bor, Jizzaxda ham, Samarqandda ham bor. Shu borgunicha, shu bu yotoqdan boshqa narsalar qiyinchilik bo'lmaydi. To'g'rimi? Esdan chiqmasin. Yo'q, hozir kontakt olish yo'linglar. Ha, Nomerni kontakt olasiz. hozir olaman. Ha. Bo'lmasa obunachilar faqat sizlardan iltimos, sizlar duo qildi. Sizlar ham bu do'stimiz duo qilib esalaman. Shu Alloh chaqirgan Alloh uyga sog' salomat yetib olsin. Hammalarga rahmat. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Kimdir velosipedda, Ketdilar. kimdir piyoda deydi-yu. Ketdilar mana. Eslamonchilik bilan yetib olsinlar. Shu. Lekin gap yo'q ha. Anchimchi kishiga emas. Oson Oson emas, to'g'ri. Alloh chaqirsa hech gap emas obunachilar. Shunday ekan, kadrimizni ushlab turasiz. Biz asli Oxunov uylardan sekin ketyapmiz. O'zingizga mos qilib chiroq to'g'rilab oling. Yo'q, bundoq qilib. Ha, odamlar. qo'rsanmi? Ha, o'zingizga mos qilib oling. Shu obunachilar, shunday ekan, ana odamlar o'zi sekin mana bu yerda to'xtalyapti. Shu yerda to'xtatyapti. Sekin yetib olgunlarcha shunaqa holat bo'ladi. Ko'rsat. Bo'pti. Obunachilar nomerlarini oldim. Gaplashib turaman. Agarda menga video tashlab tursalar, men sizlarga yoritib boraman. Bu holat endi ijtimoiy tarmoqda yo'qman dedilar. Ijtimoiy tarmoqda yo'q bo'lsalar, biz sizlarga yoritib boramiz. Bizga tashlab berib tursalar bo'ladi. Shu obunachilar, yana bir bora shu ko'rayotgan andijonlik aka-ukalarimiz va boshqa musulmon aka-ukalarimiz boringlarga shukr. Mana shunaqangi niyat qilib boraman degan insonlarga ham kuch-quvvat bersin. Akamizni ham duo qilib qo'yinglar. Eson-omon manzillarga yetib olsinlar. Endi Allohga tavakkal qilib chiqibdilar. Lekin bu yog'i hali yo'l-ku, hali ancha bor-ku. Umra aslida tugadi ziyorat, vaqtinchalikka to'xtaydi. Hozir paytda haj safariga tayyorgarlik. Shu haj safariga tayyorgarlik endi hali 2 oy davomida stop bo'lib turadi. 2 oygacha ham akamiz manzillarga 2 oydan keyin yetib olsalar kerak. Bola niyat qilib ketyapti umraga. Ya, misol hajga yetib olsa, hajji qilib kirgizarmikin uni? Nimaga? Hajji mana jetonsiz kirgizmaydi-da, shunisi bor. Imkonni qilsa bo'ladi. Balkim imkon, Allohga oson. Hamma narsa oson. Allohga oson, bir narsa deya olmaymiz. Biz faqat yaxshi niyatdamiz. Sizlar ham duo qilib qo'yinglar. Eslomon yetib olsinlar. Obunachilar, hammalarga sog' salomatchilik, yaxshilik kunlarda ko'rishguncha. Obunachilar, obuna bo'lmay ko'ryapsizlar. Obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar.